Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi Jak X200 bortovoylarimizni katta partiyada yetib keldi. Hammasi sotuvda tayyor. 3 ta varianti ham bor. Bortovoy varianti, furgon varianti va tentovka variantlari ham bor. Tentini biza yig'ib qo'ygan, чтобы klientlar ko'rsin degan ma'noda. Tentini bemalol xuddi zontikda yig'ib qo'ysa bo'ladi. Bemalol bir kishi bu narsani qilsa ham bo'ladi. Shuning uchun tentini yig'ib qo'yganmiz. Bemalol agar ishingiz o'sha kattaroq yuk bo'lganda tenti sizga xalaqit bersa, bemalol uni yig'ishtirib qo'yishingiz mumkin. Eng asosiysi barchasi 25-yil Salafan sentyabr oyida chiqqan. 3 kishi o'tirsa bo'ladi. B kategoriyada desangiz bo'ladi. Benzin tanlamaydi. Kapot ostida 2 atmosferli motor turibdi. Toyota bilan совместно ishlangan. Mashinamiz sotuvda tayyor hozirgi paytda. 3 ta varianti ham bor. Gruzopodyomnosga keladigan bo'lsak, kitobida yozilishi 2 tondan. Bortning uzunligi 3.22, eniga 1.76. Bort balandligi 37 sm. Tent bo'lgan taqdirda 1.80 bo'ladi. Furgon variantimizga keladigan bo'lsak, 1.83 balandligi bo'ladi. Uzunligi 3.15 chisti. Ichkari toza nimasi bo'ladi. Furgon variantimizda shunisi plyuski, yon tomonda ham eshigi bor. Ya'ni orqada va yon tomonda ham eshigi bor. Eng asosiysi obshifkalari qilingan, bemalol ref qo'yib, minusga ham olib kirsa bo'ladi. Fanarlari bor, kechki payt nima qilish uchun. Pollari polni yaxshi metaldan tayyorlangan, obshifkalari qilingan, mana tayyor holatda ref qo'ysa bo'lib, bemalol muzlatib beradi minus 10 gacha. Qanaqa xolodilnik qo'yishingizga ham bog'liq. Agar xolodilnik bormi, o'zingizlar qilib berasizlarmi desangiz, unaqa varianti ham bor. U alohida to'lov bo'ladi. Eng asosiysi metan propan qo'ysa bo'ladi. Yana e'tibor beringlar, tagi juda katta, bemalol 4-5 ta gaz ballon qo'ysa bo'ladi. Benzin zapravka o'sha, to есть benzin zapravkaga keladigan bo'lsak, 60 litr, bitta polni zapravkasida 60 litr ketadi. Rasxodi qancha desangizlar, uchovi ham deyarli bir xil, farqi faqat orqasida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ya'ni furgon, bortovoy va tentovka. Rasxodi 100 taga 7,5 litr kitobida yozilishi. Qancha yaxshi benzin solsangiz, shuncha rasxod kamaladi. 80 da bemalol yuradi. Metan ham, propan ham, butan ham bemalol qo'ysa bo'ladi. Mashinlarimizni to'lov usullariga keladigan bo'lsak, nalichi, kredit va lizing. Qo'shimcha ma'lumot uchun quyidagi nomerlarga telefon qiling.